Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz umurtqa siljishi, umurtqani jilishi. Xalq tili bilan aytganda xuddi shunaqa kasallik. Tibbiyot tili bilan aytganda esa spondilolistis kasalligi haqida gaplashamiz. Bu haqida o'zbek auditoriyasida kam videolar bo'lganligi uchun bu videoni o'tkazib yubormaslik va saqlab qo'yish tavsiya beriladi va ko'proq odamlarga yetib borish uchun like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Demak, biz boshladik. Umurtqa siljishi xalqimiz orasida nihoyatda ko'p uchraydi. Bu kasallik ko'proq umurtqani grijasi, stenozi kasalligi bilan adashtirishadi va ko'proq boshqa kasalliklar bilan birgalikda uchraydi. Umurtqa siljishi, ya'ni spondilolistis degan kasallik ikki xil sabab bilan sodir bo'ladi. Umurtqa pog'onasiga tushayotgan yuklama bo'g'imga uzoq muddat tushishi hisobiga bu bo'g'im o'simtasi bunaqa og'irlik yuklamasini ko'tarishga moslashmagan va natijada sinadi. Yoki travmalar natijasida umurtqa orqa tomondagi bo'g'im o'simtasi sinadi, umurtqa oldinga siljiydi, oldinga jilib qoladi. Qo'limi umurtqa tanasi desak, ikkinchi umurtqa ustida joylashgan, bitta umurtqa ikkinchi umurtqaga nisbatan oldida joylashgan. Umurtqa siljigan holatda turishi mumkin. Lekin bu siljigan umurtqaning ustida yana bir nechta o'nlab umurtqalar bo'lganligi hisobiga umurtqa nostabil bo'lib joylashib qoladi. Ya'ni nostabil bo'lib qoladi. Ya'ni qo'pol qotgan umurtqa shilqillaydi. Va bu shilqillash orasida turgan nervlarda tortilishiga va bel sohasida nostabillik bo'lganligi hisobiga stabil bo'lib, ukrepleniyan bo'lib, mahkam bo'lmagani hisobiga bel sohasida toliqishlar, og'riqlar bo'lishi mumkin. Umurtqa siljishi holatini biz qanday aniqlay olamiz? Buni asosiy belgilardan bittasi uzoq tik tura olmaslik. Tik turganda beli toliqib qolish, uzoq yura olmaslik, yurganda oyog'ida toliqish, belida toliqish bo'lib, darrov stol topib o'tirib olgisi keladi. Uzoq muddat tik turganda beli toliqib o'tirib olsa, sal bo'lsa ham yengillaydi. Yana turib yana yurib ketishi mumkin. Va bu nimani hisobiga kelib chiqadi? Bu umurtqani siljishi, jilishi hisobiga kelib chiqadi. Umurtqa siljishini aytib o'tdik, ikki xil turi bor dedik. Orqa tomondagi bo'g'im o'simtasi singanligi hisobiga umurtqa siljiydi, ya'ni jiladi va ikkinchi turi degenerativ, ya'ni umurtqani orasida turgan tog'ayda erishi va uni grija bo'lib orqa miya kanaliga chiqib ketgan sohada buni diskda amortizatsiya xususiyati buzilganligi hisobiga umurtqa jiladi, oldinga jilib qoladi va orqaga jilishi ham mumkin. Umurtqa oldinga, orqaga jilishni men ko'proq sodda til bilan tushuntirishni yaxshi ko'raman. Qo'pol qotganda erkaklar qurilish paytida g'isht urayotgan paytda ust-must qilib g'isht uradi. Agar bitta g'ishtni qo'yib turib ikkinchi g'ishtni salgina oldiga siljitib yoki shaytonga totmasdan yoki ip totmasdan tekis qilib urmaydigan bo'lsa, siljigan holat g'ishtda urishda davom etadigan bo'lsa, yon tomondan qarasiz, devor old tomonga sekin uklon bo'lib qiyshayib qolganini ko'rishingiz mumkin. Umurtqani siljishiga o'xshatadigan bo'lsak, siljigan holatdan tepada joylashgan umurtqalar hammasi muz joylashgani hisobiga eng pastki sohada nostabillik kelib chiqadi. Nostabillik hisobiga umurtqa shirqillaydi. Bitta umurtqa ikkinchi umurtqaga nisbatan oldinga joylashib, umurtqaning tepasidagi umurtqalar oldinga egilganligini ko'rishimiz mumkin. Bemor o'zini gavdasini oldinga eggan paytda yengillik his qiladi. Orqaga egish esa qiyin bo'ladi. Nimaga? Chunki oldinga egilgan paytda umurtqa siljishi to'g'rilanadi. Orqaga egilmoqchi bo'lgan paytimizda esa orqa tomondagi sariq bog'lam va bo'g'im o'simtalari bir-biriga nisbatan itarilgani hisobiga kanal torayib, belda og'riq paydo bo'ladi. Umurtqa siljishini sabablari nihoyatda ko'p. Bu ko'pincha sport bilan shug'ullanadigan insonlarda og'irlik yuklamasi bo'g'imga tushishi hisobiga yoki uzoq muddat tik turib ishlaydigan insonlarda, ko'proq og'irlik yuklamasini noto'g'ri ko'taradigan kasb egalarida, uzoq tik turib ishlaydigan ustalarda og'irlik yuklamasini noto'g'ri ko'tarib, o'ziga nag'izlik qiladigan insonlarda ko'p uchraydigan kasalliklardan bittasi. Sportchilarda ayniqsa ko'p uchraydi. Chunki ularda ayniqsa barbada, jang san'atida orqaga tashlab otishlarda, orqaga tashlab raqibini yiqitishlar holatlarida bo'g'im o'simtasiga ko'p yuklama tushgani hisobiga bunaqa og'ir yuklamasini ko'tarishga moslashmagan bo'g'im o'simtasi sinadi va umurtqa oldinga siljiydi. Moyillik tug'diradigan kasb egalari ular sportchilar, og'irlik yuklamasini noto'g'ri ko'taruvchilar, ustalar, tik turib ishlaydigan va balandlikda patolog qoqadigan kasb egalarida ko'proq uchraydi bu kasallik. Kasallikning mexanizmini ham aytib o'tdik. Umurtqani siljishini sababi ikki xil. Ya'ni bo'g'im o'simtasi sinishi va ikkinchisi umurtqa orasida turgan tog'ayda degenerativ ezilishligi va amortizatsiya xususiyati pasayishi hisobiga umurtqa oldinga siljiydi. Ya'ni amortizatsiya beradigan disk allaqachon erib ketgan grija bo'lib va umurtqa ezilib oldinga orqaga siljiydi, shilqillab qoladi. Buni qanday davolanadi? Buni davolashda ikki xil usuli bor.
Birinchi usuli umurtqa pog'onasini shilqillamaslik uchun, qimirlamaslik uchun va stabilligini ta'minlash uchun metall konstruksiya qo'yib operatsiya qilinadi. Ya'ni umurtqaga vintlar qotiriladi va o'zaro shtanga deymiz, metall bilan qotirib mustahkamlab qo'yiladi. Umurtqani orasiga esa disk o'rniga cage degan implant qo'yiladi-da, buni o'zini orasiga insonning suvagini orasidan qo'shiladi-da, bitta umurtqa bilan ikkinchi umurtqani bitishib ketishini yaxshilash maqsadida cage qo'yiladi. Xo'p, ikkinchi usuli esa umurtqani atrofidagi chuqur joylashgan mushaklarda ishini yaxshilaydi. Umurtqa pog'onasiga tushayotgan yuklamani kamaytirib, bo'g'im o'simtasiga tushayotgan yuklamani kamaytirish orqali hamda bo'g'imlarda singan sohasini tiklashlik maqsadida fizioterapiya muolajalari hamda kineziterapiya muolajalarini qilish orqali ham umurtqa siljishini davolasa bo'ladi. Umurtqa siljishini davolashda qaysi usulini tanlashlik kerak, qachon operatsiya qilinadi, qachon konservativ yo'l bilan davolanadi, bu haqida gapirib o'tamiz. Umurtqa siljishining 4 ta darajasi bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Birinchi darajalarda bemalol hech qanaqa operatsiyalarsiz umurtqa siljishini fizioterapiya hamda kineziterapiya bilan davolasa bo'ladi. Umurtqa siljishining birinchi darajasida umurtqani oldinga, orqaga ekkan paytimizda umurtqa 1 santimetrgacha bo'lgan umurtqani oldinga siljish, ya'ni 10 millimetrgacha bo'lgan umurtqani siljishi bu birinchi daraja hisoblanadi. 10 millimetrdan yuqori, ya'ni 11 millimetr, 12 millimetr, 14 millimetr umurtqa bitta umurtqaga nisbatan oldida joylashyaptimi, demak bu ikkinchi daraja hisoblanadi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi darajalarda bemorga konservativ yo'l bilan davolash yordam bermaydi. Ularga transpedikulyar fiksator qo'yib mustahkamlab umurtqani shilqillamasligini ta'minlash kerak. Metall konstruksiyadan maqsad umurtqani mustahkamligini ta'minlash, hadeb umurtqa shilqillamasligini ta'minlash va eng asosiysi orqada qo'yiladigan metall konstruksiya emas, umurtqani orasiga disk o'rniga qo'yiladigan, umurtqani bitta umurtqa bilan ikkinchi umurtqani birlashtirib oladigan, bitishini bitta umurtqa qilib oladigan cage asosiy operatsiyaning maqsadi hisoblanadi. Cage'da umurtqani ichiga inson o'zining suvagidan olinadi-da, uni qo'yib mustahkamlab qo'yiladi. Demak, aytib o'tdik, umurtqani siljish darajasiga qarab turib operatsiya qilishlik kerak yoki qilmaslik kerak bo'lgani tanlanadi. Xo'p, birinchi darajasida qanday muolaja qilinadi? Birinchi darajalarda umurtqani atrofidagi kvadratsimon muskul, поясничный позвоночный mishsa, ya'ni bel yonbosh mushaklari hamda yonbosh mushaklari, chanoq sohasidagi mushaklarning ishini yaxshilash orqali, bundan tashqari qorin sohasidagi, qorin old devoridagi mushaklarning ishini yaxshilash orqali, ya'ni press mushaklari, to'g'ri muskul, ko'ndarang muskul, tashqi qiyshiq muskul, ichki qiyshiq muskul va qorinning old tomonidagi mushaklarda, fatsiyalarda ishini yaxshilash orqali belni karkazi bo'lgan qorinning old devoridagi mushaklarda ishini yaxshilash orqali, uni pressini rivojlantirish orqali umurtqa siljishini davolasa bo'ladi. Chunki belni karkazi qorin hisoblanadi. Agar qorin mushaklari bo'sh bo'lsa, bo'shang bo'lsa, lanj bo'lsa, qornimiz bo'lsa va qorin mushaklari bo'shashib, ichki a'zolar chanoq bo'shlig'iga tushib, bo'shayna bo'ladigan bo'lsa, belimizda muammosi yo'qolmasligi mumkin va albatta har doim qorin old devoridagi mushaklar ishini yaxshilash orqali, press mushaklar ishini yaxshilash orqali, bundan tashqari apushina bo'lib, tazoviy bo'shliqqa tushib qolgan, ya'ni ichki a'zolardan buyrak, bachadon, ayollarda ayniqsa ichaklar, yo'g'on ichak chanoq bo'shlig'iga tushib qoladi-da, o'z joyini o'zgartiradi, bo'shliqqa tushib qoladi. Endi uni o'z joyiga qaytarib, anatomik joylashgan joyiga qaytarib, qorin old devoridagi mushaklar ishini yaxshilash orqali ham press mushaklar ishini yaxshilash orqali ham umurtqa siljishini davolashlik va bergi chukka yuklamani kamaytirib, umurtqa siljishini yana ham siljib ketmasligini ta'minlashlik mumkin. Xo'p, konservativ yo'l bilan davolashda asosiy ahamiyatga ega bo'ladigan jihat, biz muolaja natijasida siljishda umurtqa shilqillamasligini ta'minlaymiz. Umurtqamiz orqa tomondan old tomonga, oldidan orqaga shilqillamaydigan qilishini, siljimaydigan qilishini ta'minlaymiz. Buni qanday ta'minlaymiz? Buni plazma terapiya orqali, diskdagi degenerativ o'zgarishlarni kamaytirish orqali hamda magnit terapiya orqali umurtqadagi tirishayotgan mushaklarni bo'shashtirish orqali va bo'shayotgan muskullarni tirishtirib, tonusga kiritish orqali umurtqa siljishini shu holatda saqlab qolsa bo'ladi. Tasavvur qiling, umurtqamiz oldinga siljigan va shu holatda turibdi. Umurtqamiz hadab oldinga, orqaga siljimasa, shu holatda saqlanib qotib qolsa, bu kasallik davolashi natijasi hisoblanadi. Biz aynan shu usuldan foydalanamiz. Umurtqamizni siljishini, nostabilligini ikki xil usul orqali tashxislash mumkin. Buni MRT tekshiruv orqali degenerativ
listengizni aniqlashimiz mumkin va MCKT tekshiruvi orqali orqa tomondagi bo'g'im o'simtasini singan yoki sinmaganligini aniqlashimiz mumkin. Bundan tashqari, siljishda darajasini aniqlash uchun umurtqani oldinga va orqaga egib turib rentgen qilinadi, ya'ni funksional rentgen tekshiruvi o'tkaziladi. Agarda siljish bor bo'ladigan bo'lsa, har safar oldinga ekkan paytimizda umurtqa oldinga ketadi, orqaga ekkan paytimizda umurtqa orqaga ketadi. Natijada umurtqani siljish darajasini oldinga egilganda qancha santimetr siljayapti, orqaga ketganda qancha santimetr siljayapti, shuni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Va siljish darajasiga qarab turib davolash taktikasi tanlanadi. Birinchi darajasi bo'lsa, biz fizioterapiya, kineziterapiya va boshqa osteopatik korreksiyalar, kineziologik korreksiyalar orqali mushaklarida tonusini tiklab, uni rivojlanishini, to'qimalarida yana ham siljib ketmasligini ta'minlash orqali siljishda shu holatda saqlab qolsak ham, uni oldinga siljib ketmasligi, orqaga siljib ketmasligini, mustahkamligini ta'minlay olsak ham kasallik davolagan bo'lamiz. Aynan biz operatsiyasiz shu usulni tanlaymiz. Enter shifo klinikasida umurtqa siljishlarini hech qanaqa operatsiyalarsiz birinchi darajasida fizioterapiya hamda kineziterapiya usuli orqali davolash yo'lga qo'yilgan. Agarda bu usullar sizga qiziq bo'lsa, umurtqa siljishini operatsiyasiz davolashni moqchi bo'lsangiz, Enter shifo klinikamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda bemorlarga, ayollar, erkaklar muolaja qilishadi va sizga kasallikning sababini yo'qotadigan muolaja qilamiz va natijada kasallik o'z vaqtida to'g'ri davolansa, muammo kattalashib ketmaydi va umurtqamiz siljigan holatda saqlanib qolib, rivojlanib ketmaydi. Biz sizlarni Enter shifo klinikasida kutib qolamiz. Free audio post production by alphonic.com